Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzating. Like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Botir Qodirov Zohirshoh Jo'rayevni sudga berdi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Botir Qodirov Zohirshoh Jo'rayevni sudga berdi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Manbaga ko'ra, bugun 23-aprel kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudiga otalikni belgilash bo'yicha Botir Qodirovning da'vo arizasi asosida sud majlisi bo'lib o'tdi. Sudni fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlararo sudi sudyasi Lola O'tamboyeva ko'rib chiqdi. Bildirilishicha, mazkur ishni ko'rish 15-aprel kuniga tayinlangan. Biroq javobgar vakili ish bilan tanishish uchun ishni ko'rishni boshqa kunga qoldirishni so'ragani sababli u bugun ko'rib chiqilgan. Sud majlisida da'vogar vakilining ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb etish va qo'shimcha dalillarni talab qilish uchun ishni ko'rish 2-mayga qoldirilgan. Da'vo arizasiga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining 2023-yil 29-sentyabrdagi mutaxassis fikri ilova qilingan bo'lib, Nurmatov Halimjon bilan Qodirov Botir Sheraliyevichning amakijiyan ekanligi bo'yicha fikr berilgan. Yangiyo'l tuman FHDYO bo'limida 2008-yil 26-fevralda familiyasi Jo'rayevdan Qodirovga otasining ismini Sherali o'g'lidan Sheraliyevichga o'zgartirilganligi haqida 46 va 48 ilovalar taqdim etilgan. Ma'lumot uchun, Zohirshoh Jo'rayev O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning o'g'li hisoblanadi. Botir Qodirov ham uning o'g'li ekanligi aytiladi. Eslatib o'tamiz, Sherali Jo'rayev o'tgan yilning sentyabr oyida 77 yoshda vafot etgan.